Izbaskanni Maygir degan qishlog'iga mashina ochgani kelganmiz. Trektor bir yopilib qolibdi. Assalomu alaykum aka, charchasiz desak. Ha, mashina qadi? O'zimni uyimda. Hozir yura olamizmi shu? Billa ketaverasizmi? Men undan so'radim. Telefonni bir tashlab ketay. Yo'q, ancha tashalgan joyga keladi. Ha. Sezdim. Yo'q, anaqa joylashuv o'zgaradigan joylashuv tashlagan ekansiz. Kira olaymi aka? Bu ana kaltindek ses chiqadi. Ha, kapot ham ochilmaydi, ana qo'sa. Akkumulyator o'tirganda ishlamaydi. Qani? Zo'rmi aka? Biroz olasiz, sizlarga kirib aka. Yaxshi kunga ko'rishaylik. Mayli aka, ko'rishamiz aka.